Ikkinchi zabur. Nega quturadi xalqlar? Nega behuda fitna qilar elatlar? Zamin shohlari egamizga va u tanlagan shohga qarshi saf tortadilar. Hukmdorlar fitna qo'zg'ab shunday deydilar: sindiraylik ular solgan kishanlarni, olib tashlaylik bo'ynimizdan sirtmoqlarni. Samoda hukmron bo'lgan Rabbiy esa ularni masxaralab ustidan kuladi. Rabbiy g'azab bilan ularni ogoh etadi. Qahrini sochib, vahimaga solib aytadi: men Siyonga, o'zimning muqaddas tepaligimga, o'z shohimni joylashtirdim. Egamizning so'zlarini shoh e'lon qilmoqda. Egamiz menga shunday dedi: sen mening o'g'limsan. Bugun men senga ota bo'ldim. Tila xalqlarni senga mulk qilib beraman. Yerning 4 tomoni seniki bo'ladi. Temir xifchin ila ularni urib ezasan. Sopol ko'zani sindirganday ularni parchalaysan. Ey shohlar, endi aql bilan ish qiling. Ey zamin hukmdorlari, ogoh bo'ling. Qo'rquv ila egamizga sajda qiling. Vahima ila tavba qiling. Uning o'g'liga ta'zim qiling, bo'lmasa u g'azablanadi. Yo'lingizda yo'q bo'lib ketasiz. Uning g'azabi tez alanga oladi. Naqadar baxtlidir unda panoh topganlar.